Kuch adolatdadir. Amir Temur. Amir Temur tarix sahifalarida Aleksandr Makedonskiy, Doro bir, Yuliy Sezar kabi yirik sarkardalar bilan bir qatorda turadi. Amir Temur insoniyat tarixidagi eng qat'iyatli shaxslardan biridir. Turli manbalarga tayangan holda u haqidagi bilimlarimizda ham hukmdor, zobit, sarkarda ham jangchi sifatida gavdalanadi. Yirik davlatni tashkil qilib, Amir Temur mamlakatning iqtisodiy va madaniy rivoji uchun sharoitlarni tayyorlagan. O'tgan davrlarning qadimiy an'analari yangi tarixiy ko'rinishda qayta tiklangan. Yaqin va O'rta Sharq bo'ylab Movaronnahr savdo-sotiq, iqtisod va madaniyat markazlariga aylanishi zamirida Samarqand, Kesh, Buxoro, Termiz, Toshkent va boshqa qadimiy shaharlar obodonlasha boshlagan. U qurdirgan inshootlar saltanatining kuch-qudratini ko'rsatib bera olishi kerak bo'lgan. Amir Temurning hayotlik vaqtida davlat boshqaruvi haqida so'zlovchi Temur tuzuklari nomli maxsus asar yozilgan.